Muşa haberinin muşilleksiyenin devamı hürmetlik vatandaş ikincisi. Bugünkü silahı şikemen 20. yıl 3. ayının 5. günü hepteki Perşembe yukarı leksiyenin devamı hürmetlik vatandaş. Şimdi Profesör Wang Filin bunda hesapladı ikinci bir adam. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Mahkemesi Cungo alakadar tarafla matbuat organlarının Amerika turuşlu xadimlerini qısqartış tədbirlerini ilan qilishi bu hareket intayin zor ahamiyetga ega. O mundaq hesapladı. Bu hareket Amerika'nın Cungo siyasetining yeni bir bosqich kirganligini ko'rsatib berdi. Diqqat. Bu hareket Amerika'da Cungo siyasetinin yeni bir bosqich kirganligini ko'rsatib berdi. O mundaq hesapladı. O'tmishda Cungo Amerika muxbirlarini bir qancha qatam qo'llab chiqargan edi. Lekin buning Amerika hech qanday inkos qaytarmagan. Lekin bu qatam Amerikaning keskin tadbirlarni o'ttirg'a qo'yishi Amerika'nın undaq qazanğı mundaq kömür stratejisini qo'llanganligini ko'rsatib berdi. Wang Filin mundaq ta'kidladi. Ondan başqa Amerika'nın ichida ba'zilar Washingtonning bu xil tadbirlariga boshqacha fikrda bo'ldi. Bu harakat orqali Amerika'nın axborot erkinligi prinsipi buzg'unchilikka uchraydi deyishdi. Wang Filin mundaq dedi. Amerika'da her xil fikirler bo'lib turdi. Hükümetinin her qanday hareketi tanqidga uchrab turdi. Uchramaydigani yo'q. Amerika Cungo strategik raqobat temasi to'xtalganda professor Wang Filin mundaq ko'rsatdi. Amerika Cungo strategik raqobati qarshilashish 4 xil mümkünlük ichida oqibat paydo qilishi mumkin. Yeni soğuk münasebetler urushi buning ichida bir qadar yaxshi tanlashdir. O mundaq ko'rsatdi. Nurg'ulg'an kishilar bundaq koni shakillik butunlay bir-biridan ayrilib ketgan Amerika Cungo umumiyuzlik hatta qiziq qurollar urush davriga kirib qilishini hargiz xohlamaydi. Biroq cho'nqur qatlamdan tahlil qiladigan bo'lsak, qimmat qarashlari va siyosiy tuzumning o'xshamasligidan qaraydigan bo'lsak, Amerika Cungo o'rtasida strategik elishishning oqibati mundaq 4 xil natija beradi. Bu 4 xil natija ichida yana so'q munosabatlar urushini tanlash yomon emas tanlash bo'ladi. Bu 4 xil tanlash mundaq. Yoki Amerika yo'l qo'yish kerak. Jungoga yoki Amerika yo'l qo'yish kerak. Yoki Jungo o'zining siyosatini yoki o'zining siyosiy tuzumini o'zgartirish kerak. Wang Filinni gapini aldingizmi? Nima deydi? Yoki Amerika yo'l qo'yish kerak. Kimga? Jungoga. Yoki Jungo o'zining siyosatini yoki o'zining siyosiy tuzumini o'zgartirish kerak. Yoki bir maydon qiziq qurollar urushiga kirish kerak. Bu 3 xil mümkünlükni selishtirsak, yeni so'q munosabatlar urushi qilish yoki bir qadar yeni shakllik, bir qadar aqlli so'q munosabatlar urushi qilish hargizma koni shakllik, umumyuzlik qarshilashadigan so'q munosabatlar urushi qilmaslik, balki yanada durust tanlash bo'lib hisoblanadi. Yuqorqi uch tanlashni qo'yib turayli deydi. Buning ichida bir tanlash Amerika Cungo o'rtasida yangi shakllik so'q munosabatlar bo'lishi qilib tursak bo'ladi. Lekin yuqorqi tanlashlar yaxshi emasdi. Lekin buning ichidagi bir tanlash qaltis tanlashgan Wang Filin apandi yoki Amerika yo'l qo'yish kerak. Biz ishimiz Amerika hargiz yo'l qo'ymaydi. Chunki Amerikaning tutqayli to'g'ri yo'l demokratik yo'l. Boshqa g'ayr gapni qo'yib turayli. Amerikaning tutqayli to'g'ri yo'l. Endi yoki Cungo o'zining siyosatidan va yoki siyosiy tuzumidan voz kechish kerak. Mana buni maqollaymiz.
Cumhur hükümeti özünün siyasetin ve siyasi tüzümünden vazgeçiş gerek. İki devlet münasebeti şuna da derhal yakışıklı devam fiilen efendim. Şaka mı? Bu menden elip aytqanda Amerika Cumhur oturusunda bir elişeş. Sen kelmen barı men. Sen kelmesen men ketimen. Men kelsem sen kitsen deyiş. Menimçe yanıla yaxşı bir akıbet bulup kaldı deydi Profesör Wang Film. O mundaq hesapladı. Yeni soğuk münasebetler uruşu deginimiz eyli çağdı ki Amerika Sovetler oturusundaki soğuk münasebetler uruşunun qayta tekrarlanışıdır. İki devlet belki allakaçan yeni soğuk münasebetler uruşu devreye kirip geldi. Amerika Cumhur iki devlet belki allakaçan yeni soğuk münasebetler uruşu devreye kirip geldi. Bu xil yeni soğuk münasebetler uruşu umumi yüzlük ayrılıp gitiş. Baskıçığa yetip geldi. Belki umumi yüzlük ayrılıp gitişinin zörüriyeti mi? Yoktur. Demek bugün iki devlet münasebeti umumi yüzlük ayrılıp gitiş. Baskıçığa yetip geldi. Belki umumi yüzlük ayrılıp gitişinin zörüriyeti mi? Yoktur.